Toshkent Ostona yo'nalishi bo'yicha hozir avtobusning ichki qismidamiz. Yo'lovchilarimiz bilan qisqagina fikr almashamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerga ketyapsiz? Ostonaga ketyapsiz. Ostonaga bilet narxlarimiz qancha bo'ladi? 515 ming so'm. Asosan biletni qayerdan xarid qildingiz? Shu vokzaldan. Kassa yoki bizdan kassadan xarid qildingiz? Qonuningiz? Xudo xolasa yaxshi qonun. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Foydalanamiz. Bundan bir o'yin bor. Qulayliklar haqida qanday o'ylasiz? Qulayliklar hozir mana yotib ketish bo'ladi, hammasi joyida yaxshi. Kanallarimizga obuna qilib qo'yamiz. Yetib olganlaringizdan keyin bemalol kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Haqqoniy. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Xudo xolasa yaxshi sharoitlar, eson-omon shu manzilimizga yetib borib olsa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham rahmat. Unda sizga o'qiyam tilayman. Rahmat. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan yoki kassalardan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, yetarlicha ma'lumot oling. Xayr, salomat bo'ling.